menga tarixiy voqealardan aytib bering. Ha, Bilolidan sizga aytib bersam o'g'lim, bu boshlar juda ko'p ishlarni ko'rdi. Allohga behisob shukrki, qancha hayot sinovlaridan, yaxshilik, yomonlik, past balandliklardan judayam ko'p hayotiy voqealarni ko'rib o'tdik. Alloh lekin bizga judayam ko'p sinovli kunlarni bergani kabi baxtli kunlarda berdi. Buni mana men televideniyada, YouTube'da shu barcha mo'minlar, musulmonlar, muslimalarda boshiga tushayotgan har xil voqea hodisalardan kelib chiqib o'zimni bir hayotim haqida o'rtoqlashmoqchiman. Men 2024-yili 13-iyunda Alloh judayam katta sinovlarni bizni kutib turgan ekan. Allohim judayam katta sinovlarni berdi. 2024-yil 13-iyun hech qachon xotiramda o'chmaydigan judayam sinovli kunlarni berdi Allohim. Bolajonlarimni, eng yaqin insonlarimni 13-iyun erta tong saharda Arafa kunligida o'g'lim, qizim, eng yaxshi ko'rgan joni jigarlarim 5 kishidan bir daqiqada ayrildi. Allohim, biz avtohalokatga uchradik. Bunda shofyor o'g'lim, uni yonida men, hamda arkada men bilan hamroh bo'lib kelayotgan qizim Maftunaxon, singlim Marg'ubaxon, hamda uni qizi Bibi Maryam, jiyanlarim, nabiralarim bilan birga kulib, gaplashib, sho'x-shodon bo'lib, ularni oldimdan bir daqiqada yo'q bo'lib qolishini hech qachon tasavvurimga ham sig'dirmasdan kelayotgan paytimizda erta sahar bomdod namozini o'qib, chiroyli Arafa kunligida niyatlar qilib, Allohni bir chiroyli go'zal kunlarida tongda uchrashib turibmiz, judayam go'zal daqiqalarda kelyapmiz deb xursand bo'lib, ro'zalarni tutib, niyat qilib kelayotgan eng yaqin insonlarim avtohalokatga uchradik. Orqamizdan 10 tonnalik katta yuk mashinasi kelib, bizni mashinamizga juda qattiq zarar yetkazdirdi. Uni oqibatida ko'z ochib yumgunimcha oldimdagi insonlar hech qaysisi yo'q, hammasini yo'qotdim. Bir daqiqada yo'qotdim. Uni oqibatida Allohim haqiqatda Qur'onda har bir sinovlarda Alloh bergan har bir chiroyli bir imtihonlar orqasidan bo'xtonlari bo'ladi degandek, meni bolajonim, ko'zim oq qorasi Muhammad bolam
33 kunda o'zimga kelib ko'zimni ochsam o'g'lingiz uxlab qolgan ekan. To'xtab turgan mashinaga kelib urilibdi degan bo'xtonlarni eshitdim. Afsuski Alloh har bir daqiqada biz bilan birga bo'lgan. Biz boshqarib kelayotgan Allohni o'zi. Lekin men shuni tushunib yetdim. Bolajonlarim qazoyi qadari, joni jigarlarimni qazoyi qadarlar eng chiroyli, eng go'zal tongga shunday go'zal Qurbon hayitini Arafa kunligiga nasib qilgan ekan. Yig'ladim, siqtadim, axtardim va shuni tushunib yetdimki, Alloh peshonamizga nimani yozgan bo'lsa ko'rmasdan iloji yo'q ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Judayam ko'p hozir mana hayotiy narsalarga duch kelyapmiz. Juda ko'p onalar farzandlarini yo'qotgan. Bir avariyalar tufayli yoki bir doktorlarimizni bir muolajalar tufayli yoki bir o'zi qandaydir bir tug'ruqda yoki mana hozir issiq kunlarda cho'milishga borib qanchasi bir olamdan o'tyapti. Biz shuni tan olib Allohga bir o'zimiz chiroyli ibodatlarimiz bilan, duolarimiz bilan shu narsani qilishimiz kerak ekanki, biz ojiz banda deb bekorga aytmas ekan. Yerdagi insonni shunaqa bir aqlli qilib yaratgan ekan mavjudotlar ichida. Albatta o'zimiz ushlab Allohdan yana bir chiroyli izillar so'rab, bu imtihonlarni, sabrlarni so'rashimiz kerak. O'tmishlarda mana kitoblarda, keyingi bir adiblarimiz yozgan kitoblarda, hayotiy voqealarda ham albatta bir yomonliklar orqasidan yoki bir ayriliqlar orqasidan yaxshilik bilan tugaydigan hayotiy voqealar juda ko'p. Men bunga juda ham ishonch hosil qildim hamda o'zimda juda katta kuch to'plashga harakat qildim. O'zim mana hozir 60 yoshga qarab ketayotgan bo'lsam, hayotim mobaynida 20 yil mana oldimdagi kasb hunar kolllejida axborot resurs markazi rahbari bo'lib ishladim. Mahalla fuqarolar yig'inlarida yarashtiruv bo'yicha qancha ming odamlarga yaqindan yordam berdik. Juda ko'p oilalar bilan, juda ko'p insonlar bilan gaplashdim. Hozirgi kunda faqat ilm o'rganish bilan, dunyoviy hamda diniy ilmlarni o'qib, Qur'on o'qib, o'zimga chiroyli sabr, qanoat, Allohdan ajr so'rab yashayapman. Sizlarga boshimdan o'tgan barcha voqea, hodisalar bilan bo'lishib, bir-birimizga chiroyli dalda bo'laylik bolajonlar, farzandlarim. Ey O'zbekistonning haqiqiy o'zbeklari, biz Bibixonimni, Hadicha onalarimizni, Oysha onalarimizni, yetakchilarimiz, ular davomchilarimiz bizdan ham bir chiroyli izlar qolish kerak. Albatta hayotimizda bo'layotgan har bir voqea, hodisalar albatta
albatta Alloh izni bilan bo'ladi. Mana kitoblarda aytilganidek insonga bir tanasiga kirganki tikan albatta bu Allohning bir izni bilan bo'lar ekan. Hech qachon biz o'zimiz maqsadli harakat qilsak ham, yaxshi niyat qilsak ham albatta hayot yo'limizda juda ham ko'p imtihonlar bo'lar ekan. Hammalarga bir chiroyli sabr, bir-birimizga bir yomonliklar tilamasdan Allohning bir har bir hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalarga bir teran fikr yurgizib, bir-birimizga dalda bo'lishlikni Allohdan so'rayman. Hurmatli onajonlar, menga o'xshab farzandlariga kuyayotgan, menga o'xshab farzandlarni har bir nafasida, har bir daqiqada eslayotgan onalar. Biz Allohni yaratgan bir bandasimiz. Qo'limizdan hech nima ish kelmaydi. Allohdan chiroyli duolar qilaylik o'tgan insonlarimizga. Qazoyi qadar degan narsaga hammamiz albatta itoat